Bolani immuniteti juda past, doktor. Tez-tez kasallanadi, nimjon, ishtahasi past. Immunitetini ko'tarish uchun qandaydir chora-tadbirlarni aytsangiz deb juda ko'pchilik kommentariyalarga savollar yozadi. Assalomu alaykum. Bugun shu haqida sizlarga so'zlab beraman. Ya'ni bolajonlaringizni immunitetini yaxshilashga qaratilgan maslahatlarimni berib o'tmoqchiman. Endi avvalo bir narsani tushunib qo'ying-da, immunitet deganga darrov siz ko'p vitaminlar yoki qandaydir dorilarni, siroplarni, tabletkalarni ichirib tashlasa ko'p bo'lib ketadigan narsa deb tushunmang. Immunitet o'zi nima bu? Tibbiyot tili bilan aytganda, infeksiyalarga, mikrob, bakteriya, viruslarga qarshi organizmni chidamliligi va uni negizida organizmdagi qonni ichidagi mayda-mayda mikroimmun hujayralarini tushuniladi asli. Lekin kasallikka chidamlilik, umumiy bolani baquvvatligi, quvvati, jismoniy sog'lom o'sishi, rivojlanishi bu faqat immunitetga bog'liq emas. Bu kompleks jihatdan yashash ratsioniga, rejimga, umuman olganda bolani butun hayotiga bog'liq holat. Bolani immunitetini ham ichki, ham tashqi omillar shakllantiradi va bir narsani bilib qo'yingki, bola hech qachon kasal bo'lmay ulg'ayadigan vaziyati bo'lmaydi. Ayniqsa hozirgi zamonda butun hamma atroflarda yeguliklar ximikat bo'lib ketganda, ekologiya yomon bo'lib ketgan vaziyatda bu narsa juda qiyin gap. Ammo hozir men sizlarga bolalaringizni immunitetini oshirishga yordam beradigan bir necha asosiy tavsiyalarni aytib o'tmoqchiman. Demak, birinchi navbatda bolani immunitetini, umuman organizmini quvvatlash uchun eng asosiy manba bu ovqat, yegulik. Yegulikni bolaga mos qilib uyda doim tayyorlab, ota-ona unga yedirishga mas'ul hisoblanadi. Endi hamma narsalar uyda bor-u, lekin bola yaxshi yemaydi. Bu nimaga bog'liq? Bu ham bir necha omillarga bog'liq. Ishtahasi nimaga bo'lmaydi? Birinchi navbatda bolani surunkali qandaydir xronический kasalliklari bo'lsa. Aytaylik, anginasi, tanziliti yiringlab yuradigan yoki quloq oqadi, yoki anemiyasi bor, qoni kam, yoki jigarida kasalligi bor, yoki tishida kariyesi bor, chirigan tishi bor, yoki ichaklarida enterobiozi, ya'ni astritsa gijjalari bor. Bunday vaziyatlarda bolani surunkali muammosi, kasalligi bo'lish oqibatida ishtahasi yaxshi bo'lmaydi. Mana endi buni kengroq ham tushunsa bo'laveradi, lekin kalavani uchun sizga aytdim. Birinchi sabab tushundingiz, surunkali kasalliklar. Ikkinchi sabab bu noratsional turmush tarzi va bo'lar-bo'lmas shirinliklarni va har qanday yeguliklarni bolani oldiga isrof qilib qo'yishda juda ko'p. To'kin dasturxon, ochil dasturxon qilib qo'yish va bolada shu yeguliklar orasida shirinliklarni tanlab yeyish imkoniyati juda ko'pligi. Har kun bolaga erkalatib shokolad olib berasiz, Kinder olib berasiz, Chupa Chups berasiz, rangli ichimliklar, kola, fanta berasiz, shakarli choy ichirasiz, bulichka, qand, novvot, shokolad, qarang, morojniy, muzqaymoq. Bolaga podarkacha ko'rinishda bo'lgan shu shirinliklarni, vkusnyashkalarni bisyor qilib qo'yishingiz natijasida uni oshqozon osti bezi, oshqozoni ovqatga nisbatan sezgirligi insulin bilan bog'liq bo'lib, doim qonda shakarni, qand miqdorining oshib yurishi bilan ishtahasi yaxshi bo'lmay qoladi. Demak, ikkinchi sabab, asosiy qisqa qilib aytganda, bolalarga ko'p shirinlikni bisyor qilib qo'yishi o'zi ularning ishtahasini bo'g'ib qo'yar ekan. Natijada bola asosiy ovqatni, tabiiy yeguliklarni yemaydi. Buning oqibatida uni immuniteti tushib ketadi. Tez-tez kasallanadigan bo'ladi. Ana shunday ekan, ikkinchi tavsiya bolani ko'z o'ngidan, hayotidan, rejimidan shakar, shirinlik, yegulik, vkusnyashka, ximikat, turli-tuman mana bu Chupa Chupsga o'xshagan yana xrustyashki kirgan joyingizda shu magazinlarda bolalar uchun sovg'acha shaklda to'ldirib qo'yadi-ku marketing usulida. Shunaqa narsalarni olib borib beravermang bolaga. Unday narsalarni juda kamaytirib tashlang. Esingizdami, bizni bolalik davrimizda bitta xo'roz qonni bir oyda bir ko'rsak ko'rardik-ku, unda ham ko'rmasligimiz ham mumkin edi. Eng ko'p yegan shirinligimiz to'rtburchak oq qand. Uni ham topsak
Shuning uchun biz shirinliklarni bolalik davrimizda topmaganimiz uchun asosiy yeydigan narsamiz nima bo'lgan? Onamizni yopgan nonni ustiga pomidorni surib yeganmiz. Ishtaha ochilib ketsa, piyozni yoki chesnokni ham orasida yeyoraverganmiz. Doim qo'limizda non, o'rik yoki pomidor bilan non yurgan va shu bilan birgalikda olmamiz bo'lgan. Demak, meva-chevalar bolaga eng asosiy shirinlik manbai bo'lishi kerak, lekin ximikat usulda zavodda qandolat mahsulotlari shaklida chiqarilgan har qanday shirinliklari, vkusnishkalari bolaning immunitetini oshirish maqsadida undan olislatib tashlang. Ikkinchi masala suv masalasi. Bolalaringiz har kuni qancha qaynab iligan suvni qancha miqdorda ichayotganligini bilmaysiz ham. Bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz. Normada qancha ichilishi kerakligini ham bilmaysiz hattoki. Shu bolangizni sog'lig'i sizga juda qiziq bo'lganda, muhim bo'lganda uni oilaviy vrachdan so'rab olgan bo'lardingiz. Hech bo'lmasa mani shu suvni normasi haqida chiqargan video lavhalarimdan ko'rib bolangizni tana vazniga qancha har kuni oddiy suvni o'zini ichish kerakligini bilib qo'ygan bo'lardingiz. Qarang, onalar ayniqsa. Bir kunda bolangizni qancha iliq qaynab iligan suvni ichayotganligini normasini ham bilmaysiz, xabaringiz ham yo'qda qancha ichib turganidan. Ana shuni oqibatida bolaning qoni quyilib ketadi. Bolaning yaxshi oshqozon ichaklari suyuqlik bilan ta'minlanmaydi. Yaxshi ishlamaydi, appetitlari bo'lmaydi. Suv kam ichgan bolani qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi. Yurak qon tomir tizimi yaxshi ishlamaydi. Immunitetlari yaxshi tananing hamma joylariga tez tarqalib borib kelib ishlab tura olmaydi. Demak, suyuqlikni kam berganligingiz, normada qancha yeganligini bilmasligingiz bu ham albatta bolani immunitetiga katta minus bo'ladi. Ana endi hozir men sizga aytib o'taman, bolangiz bir sutkalik normada ichish kerak bo'lgan faqat suvni o'zi har bir tana vaznini kilogrammiga 30 millilitrdan tushishi kerak. Demak, bolangiz 30 kilogramm bo'ladigan bo'lsa yoki 40 kilogramm bo'ladigan bo'lsa, har bir kilosiga 30 millilitr suvni o'zi qaynab iligan suv. Bu degani 40 kilolik bolangiz bir kunning ichida 1 litr 200 millilitr faqat suvni o'zini ichgan bo'lishi kerak. Bu suvni ichirishni usuli juda oson. Ovqatdan keyin o'ynab yurgan paytlarida shundoq ko'zini oldiga kichkina chiroyli baklajkachalarga yoki idishchalarga suvni solib qo'ysangiz, bola deganga mana shunaqa solinib turgan suvlar qiziq bo'lganligi uchun borib ichib tashlaydi uni. Va qarabsizki, kunlik normadagi suyuqlik suv bilan organizmi ta'minlandi. Ana shunday ekan, keyingi maslahat bolani har kungi me'yoriy suv ichishini nazorat qiling, ta'minlang va buni ko'zdan qochirmang. Suvsiz butun tirik jonzotlari immuniteti yaxshi ishlamaydi. Suv qanchalik yaxshi kirib tursa, normada kirib tursa, bola va hattoki katta odamlar immuniteti yaxshi ishlashini poydevori hisoblanadi. Har kuni bolangiz 1 stakan sutni ichishi kerak. Tabiiy mol sutini 1 stakan qaynab iligan shaklini yoki qaynoq shaklini choydek ho'plab ichishi shart. Albatta sutga allergiyasi borlar bundan mustasno. Keyingi o'rinda har kuni 1 dona qaynagan tuxumni maktabga bormagan yoshdagi bolalar, maktab yoshidagi bolalar har kuni normada 2 ta qaynagan tuxumni yeyishiga bosh-qosh bo'ling. Ertalab bitta, kechki payt bitta qaynagan tuxum. Boshqa ovqatlardan tashqari bu bazaviy yeyishi shart bo'lgan mahsulot. Oqsa bolani immunitetini juda katta komponent hisoblanadi. Shu bilan birgalikda har kuni bolani ko'zini oldida qandaydir meva-chevalar tayyor kesilgan, to'g'ralgan shaklda turishi kerak. Og'ziga qulay sharoitda, og'ziga qulay shakllarda, misol uchun olmalarni to'g'rab qo'ying, bodringlarni, pomidorlarni to'g'rab, qo'li yetadigan joyda ozgina svejiy qilib, ko'zi ko'radigan joylarga solib qo'ying idishchalarga. Va mana shu meva-cheva sabzavotlarni u bola ko'rganidan keyin yeydi. Shirinlik umuman ko'rsatmay qo'yibsiz. Shuning uchun ko'ngil tusagan paytda pomidorni ham yoki olma yoki boshqa mevani ham yeb yuboradi. Keyingi qadam, har xil bisyor ovqatlarni bitta bergan paytingizda dasturxonni toshtirib tashlamang. Misol uchun, asosiy pishirgan ovqatingiz yonida salati, suvi yoki yengil ko'k choyi turgan bo'lishi kerak dasturxonda. Qand,
yong'oq har xil narsalarni meva-cheva, to'rt to'ldirib tashlamaslik kerak-da. Obedmi, kechki ovqatmi yoki zavtrakmi asosiy. Tuxumi yeydigan, noni, ozgina mevasi, salat va suvi, choyi. Qarang, juda hamma narsani bisyor qilib dasturxonda ko'p qo'yib, to'kin sochin qilib tashlaydigan bo'lsangiz, mana bu ko'z ko'rib turib ham odamzodda to'yish imkoniyatini, tez to'yib qolish imkoniyatini beradi. Katta odamlarda unaqa emas. Katta odamlar ko'rgan narsani yeb, ekskavatorda hammasini bir chekkadan gurpillatib ketaveradi, shuning uchun semirib ketadi. Demak, bolani ovqatlanish paytida dasturxonida asosiy ovqati 1-2 ta salati, undan keyin meva-cheva yoki boshqa yong'oq mahsulotlari bo'lishi mumkin. Hamma narsani bittada to'kin dasturxon qilib tashlamang. Keyingi juda muhim tavsiya, bola har kuni obedda 1 soat kamida uxlashi kerak. Bog'chaga boradigan bo'lsa, bog'chapalar uni uxlatadi, lekin uyda bo'ladigan bo'lsa, shuni juda qat'iy e'tiborga oling. Bola uxlaganida shakllanadi. Uxlaganida immuniteti rivojlanadi bolani. Bo'yi o'sadi, gavdalanadi. Birinchi qoida, har kuni 1 soat bola tushlik paytida, obed degan paytimizda ovqatlanib bo'lib, biroz vaqt o'tib uxlash kerak. Qorong'i xonaga, tinch xonaga, приятный sharoitga kiritib uxlanglar desangiz, uxlab qoladi bola. Qorni to'q bola boshi yostiqqa tegishi bilan ko'z oldida telefoni yoki ekran, monitorlari, televizorlari turmagan bo'lsa, darrov uxlab ketadi. Va ikkinchi qoida, kechki payt 22:00 bo'lganda bola uyg'oq yurmaslik kerak. Bola uxlab ketgan bo'lishi kerak. Shunga rejim tuzingki, 22:00 da уже bolalaringiz uxlagan bo'lishi kerak. Buning uchun 21:00 da uydagi televizorlar, radiolar, kompyuterlar, telefonlar umuman o'chirilgan bo'lishi kerak. Kattalarniki ham ko'rsatmang. Ana shunda bolalaringiz kechki uyquni 22 bo'lmasdan uxlab ketadi va bu rejim bolaning immunitetini cho'tka qilish uchun eng asosiy muhim fundament hisoblanadi. Endi ishtahani ochish borasida bolani ishtahasini ochish uchun ho'l mevalar, olma yoki uzum, shunga o'xshash приятный mevalari svejilaridan sokdan chiqarib, soковыжималкаdan ularga kuniga yarim piyola, 1 piyola bersangiz, yaxshi ishtahalari ochiladi. Har kuni 1 stakan qandaydir mevadan sharbat bering. Kunaro, haftada 1-2 marotaba, misol uchun, bolani o'ziga bildirmasdan ovqatni orasida 1 osh qoshiq maktab yoshidagilarga, 1 choy qoshiq bog'cha yoshidagilarga oddiy svejiy piyozni suvini siqib, sokchasini qoshiq bilan og'ziga solib ichirtirib yuboring. Yutib yuborsin yoki shpritsga so'rdirib ichirtirib yuboring. Juda achchiq bo'lmaydi-ku, normal, nordongina приятный svejiy piyozni tarkibida vitamin C tabiiy yuqori bo'ladi. Haftada 1-2 marotaba mana shu usulda albatta bolalarga piyozni suvini ichirib turing. Endi bu ham shamollashga ham ancha bardosh berishga yordam beradi. Keyingi o'rinda meditsina usulida men tavsiya qilaman, misol uchun askarbin kislotasi deyiladi, vitamin C ni terapevt yoki pediatrga borib, tana vazniga dozasini hisoblatib, 1 kursgina lecheniya olish kerak. Misol uchun har 2 kundan 1 marotaba, aytaylik, maktab yoshidagi bolalarga 1,5 millilitr vitamin C ni, shu vitamin C bor-ku, ichiga ozgina navakain qo'shtirib, og'riqli bo'lmasligi uchun dumba mushagidan bolalarga mos shprits bilan ukolni bir 5-6 tasini 1 oy ichida olvorsa, shuni o'zi 1 sezonga juda ham yaxshi ishtahani ta'minlab beradi. Vitamin C ni instruksiyasini bir o'qib ko'rib, pediatr bilan maslahatlashib, ukol shaklini xohlasangiz kapelnitsa shaklida oldirib yuborsangiz ham anchagina detoksikatsiya bo'lib, qonlari yaxshi aylanib, qonlari yaxshi tozalanib, misol uchun 2 ta kapelnitsani immuniteti slabiy bo'lib yurgan qizlaringiz yoki o'g'il bolalaringiz maktab yoshidagi bo'ladigan bo'lsa, statsionar sharoitga borib, venadan ukolni oldirib olish mumkin. Uni 5% lik kapelnitsa glyukozaga qo'shadi-da, yoshiga, vazniga dozasini moslashtirib, urib berib yuboradi. Ot bilan tuya bo'lmaydi narxi ham, yo qo'rqinchli dori emas bular. Chin misol uchun bunaqa deb shirali qandaydir bir tarkibi noma'lum siruplarni pochka berib yurgandan ko'ra, ozgina sozgina kачественный mana shu inyektsion usuldagi vitamin C ni qabul qilgan yaxshi. Undan tashqari vitamin B kompleks tarkibida turli B guruh vitaminlari bor bo'ladi. Xuddi mana shu bolalarga boshqa oyida ushbu ukolni ham, ushbu vitaminni ham lechebniy profilaktik sifatida kurs bo'yicha 5-6 ta olvorsa,
5-6 ta qildirib yuborsangiz, misol uchun haftada 2 ta ukol esidan ham chiqib ketadi. Og'riqli bo'lmaydi. Vitamin B kompleksi tarkibida B guruh vitaminlari borligi uchun uni qabul qilgandan keyin bolaga inyektsion shaklda, u faqat mushak orasiga qilinadi B kompleks, vitamin C esa tomirga ham qilsa bo'ladi. Uni kapelnitsa shaklda hamshiralar qilib beradi. Itogi bu B kompleksi olgandan keyin anchagina bolani ruhiyatlari ham yaxshilanadi, nevrologik, immunologik tomonlari shakllanib, appetitlari bir dayo baquvvat bo'lishni boshlaydi-da va sal och qolishi bilan devordagi somonni ham qirtishlab olib yeyishni boshlaydi ekan, ishtahasi ochilib ketadi. Qarang, vitamin B kompleksi keyingi oyda, undan keyingi oyda vitamin C'ni o'zini kursovoy qilib pediatrga borib yozdirib olingda dozalarini. Bitta mana shunaqa qishdan oldingi sezonlarda bolaga vitaminoterapiya qilib, lecheniya qilib yuborsangiz, juda yaxshi organizm rivojlanib ketadi. Bu dorilar tibbiyotda bor, isbotdan o'tgan va vitamin bo'lgani uchun unaqa qo'rqinchli antibiotik yoki boshqa degan xavfli dorilar guruhiga kirmaydi. Shuning uchun antibiotik deganda keyingi o'rinda bo'lar bo'lmas shamolladi bir vaqtda amoksiklav, azitromitsin berib yuboring deb o'zingizdan o'zingiz borib bolaga ichirib yuborib zo'r ish qilgan kishi bo'lib, ayniqsa yosh kelinlar bolani xonasida korobkada bir to'da qilib har xil siroplarni to'ldirib tashlab, bular bo'lmas o'z boshimcha beravermang, bular qaytanga immunitetini rasvo qilib yuboradi. Yana asosiy qoida rejim, ovqatlanishda, uxlashda, hattoki o'ynab kelishga, kitob o'qishga, hamma narsaga rejimga o'rgating. Birinchi navbatda urg'uni, demak, uyqu rejimiga bergan bo'lsangiz, ikkinchi navbatda ovqat. Doim bir vaqtda ovqatni bolaga taqdim qilish, uni oshqozon ichaklarini mana shu vaqtga tayyorlanib, ishlab, appetitlari ochilib turgan paytga to'g'ri keladi. Bular bo'lmas o'zingizga o'xshatib xohlagan paytda ovqatlarni yeb, xohlagan payt yemay, shunaqa bo'lib yuradigan qilmang. Kapchonka, kolbasa, unaqa fast food, hot dog, sir. Mana bunday ximikatli ovqatlardan iloji boricha bolalaringizni olisroq qiling. Bolaga uyda pishgan, uyda dimlanib pishgan, qaynab pishgan, uyda duxovkada yoki qovurdoq shaklda pishgan, mana mantiqazonda pishgan, sho'rvacha shakllarda pishgan ovqatlarni ko'proq yediring. Albatta har oyda bitta shu endi qo'q degan qora xo'rozni olib kelib bolalarga chalib yuborib, immunitetini oshirish uchun oyda bir marta bo'lsa ham tovuq sho'rvani домашний tovuqni so'yib, xo'rozni so'yib, yedirib, sho'rvalarini, go'shtlarini oxirigacha simirtirib bolalaringizga. Qarang, mana shunaqa tabiiy ovqatlar bilan yedirib ichirtirishga hamisha intilib yashang. Bundan tashqari iloji boricha 2 oyda bir bo'lsa ham bolalarga to'yib baliq mahsulotlarini yeyishiga yordam bering. Bu degani misol uchun har 2 oydan bir oilaviy to'yib sazanmi, karasmi, sudakmi, laqami, mana shunaqa baliqlarni bolalaringiz och bo'lgan vaziyatda qaynoqqina tayyor qilib, salqingina ko'cha ob-havosida misol uchun yedirsangiz, bolalar qiziqib yeydi. Qarang, naturalniy tabiiy sharoitdagi boqilgan baliqlarni yedirishingiz bolalarning immunitetini bir sezonga ko'tarib beradi. Har bir sezonda bolalarni 2 marotaba to'ydirib baliq yediring. Bundan tashqari har kuni bolalarni kanda qilmasdan rejim bilan 5 minut bo'lsa ham fizioterapiya qildirishga o'rgating. Ertalab uyg'onganidan qani davay deb hamma bo'g'imlarini xuddi maktabda, bog'chalarda mana palchiki deb yesir davridan bor-ku shu. Приятный qilib hamma tanani ishlatishga yordam beradigan jismoniy mashg'ulotlar. Bu kuchli sport emas, bu ozgina fizioterapiya. Fizioterapiya qilgan bolaning qoni yaxshi aylanadi. Qoni yaxshi aylangan bolaning ishtahasi, immuniteti yaxshi bo'ladi. Shuning uchun bitta bir kunni ham ertalabini fizioterapiyasiz o'tkazib yubormang. Dadalar, onalar bolalarni albatta fizioterapiya qildiring. Keyingi o'rinda bolaning hissiyotlarini kuzatib boring. Qo'rqitmang, yomon sharoitda o'stirmang, qattiq urishmang, jahl qilmang va telefonni juda kam bering. Telefon bergan taqdiringizda ham nima ko'rmoqda u? U unitazdan boshi chiqib keladigan ujasli multfilmlarni ko'rib yurgani yo'qmi? Mana shu narsalar ham stressga olib kelib, stress natijasida bolaning ishtahasi, immuniteti pasayib ketishiga undaydi. Mana shunday qilib keyingi aytadigan tavsiya, bolalarni menyusini bir hafta oldin tuzib qo'ying. Bir haftaning ichida misol uchun kartoshka pyure,
tabiiy uyda chopib qilingan kotlet, kompot, tabiiy shakar solmasdan olma, uzum, mayiz aralashtirib kompot qilsangiz приятный ta'mli bo'lib chiqadi. Mana shunaqa xuddi SSR davrida menyuni bolalarga qanday tuzgan bo'lsa bog'cha maktablarida, ana shu menyular juda hamma joyda bor. Ko'rib olib, menyu shaklida bolalarga rang-barang turli приrodный, naturalniy tabiiy ovqatlarni turli-tumanlarini, har xillarini pishirib bering. O'zingiz u somsa shashlik palov o'rganib qolganingiz qovurdoq. Bolaga rang-barang har xil yengil, приятный shu ovqatlarni pishirib bersangiz, shuncha ko'p yeydi. Qancha ko'p yesa, shuncha immuniteti yaxshi bo'ladi. Agar bolalarga qanday ovqatlarni pishirib tayyorlash esingizdan chiqqan bo'lsa, mobil ilova Doktor Ischanov birinchi yordam kitobimni telefoningizga o'rnatsangiz, uni ichida hamma kasalliklar, bolani parvarish haqida, immunitetini ko'taradigan dorilardan tortib, qanday ovqatlar tayyorlash, menyularigacha, har xil retseptlarigacha yozib qo'yganman. Undan ham foydalansangiz bo'ladi. Mana shunday qilib bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan bolani immunitetini yaxshi rivojlantirishga, umuman bolani o'zini yaxshi shakllantirishga yordam beradigan asosiy maslahatlar shulardan iborat edi. Qarang, faqat bolaga ukol-dori, nima ukol qilay, nima dori beray deb immunitetini ko'taraman degan fikrdan yiroq bo'ling. Unday fikrlar bilan noto'g'ri bolani rivojlantirasiz. Shunday ekan bugungi lavha sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, men xursandman. Kommentariyalarda shirin shakar so'zlari yozib, videolarimizga layklar bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turgan har bir obunachimizga alohida rahmatimni bildiraman. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, semirib ketmang. Videoni ssilkasini tanish bolali uylarga albatta yuborib qo'ying. Poko. Azizlar, shu o'rinda eslatib o'taman, Doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitobi hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana J harfiga kirib, jigar mavzularini tanlaysiz. Jigarga tegishli bo'lgan eng ommabop, eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarida joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Klinik qo'llanmalar, tadqiqotlarga asoslangan holda ma'lumotlar to'planmasi bor ichida. Shu o'rinda mana O harfiga kirib, o't qapiga tegishli bo'lgan barcha turdagi mavzularni bafurja ma'lumotlarini, kasalliklar haqida, ular belgilari, ko'rinishi, sabablari, davo choralari, asoratlari, dorilari, tabiiy yoki tibbiy malhamlari barchasi sizga tushunarli tilda O't.ido ushbu innovatsion mobil kitobimizda yozilgan. Qolaversa, bolalar haqida, homiladorlik haqida, jinsiy kasalliklar, urologik yoki ginekologik, asab, nevrologik har qanday ma'lumotlar sizga kerak bo'ladigan eng asosiy tashxislar ushbu mobil innovatsion kitobimizda ichida joylangan. Mana G bo'limga kirsangiz, gepatitlar haqida. Ishonchli ma'lumotlarni qayerdan topsam ekan, nima qilsam ekan deb yurmaysiz. Ya'ni agarda siz ushbu mobil innovatsion barcha tibbiy sohalardan ma'lumotlarga ega bo'lgan kitobimizni yuklab o'zingizga o'rnatib qo'ysangiz. Bundan tashqari minglab tabiiy malhamlar va Ibn Sino bobomizning retseptlarini tayyorlash usullari, tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'k yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.